Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuş polvon. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，西凉世纪。Oğlunu konuq düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash kiyimli gelmedi. Müşk yapılan kız ve pistekler. Çetelinin canavarusunu görüşkü bek aldırıp gidiyordu men. Muallim o canavarusunu 3500 yıllık tarixga ega deydi. Onun ustiga u sap altından yasalgankan. Men cho'qim u harvini o'xshitib sizib olaman. Gerek onu. Nimishligini tepki qilmachi. Muallim boyi menga atirtimizning boshlig'i bo'lsangiz bo'lgan edi. Undaqda bek yaxshi bo'pti, emma. Amisa rasm sizdigan ishni menga topshirsan qandaq? Balkim dokladga o'zimning atrat boshlig'i bo'lganligini yozishim kerakdi. U hargizmi atrat boshlig'i qiladigan ish emas. Bilaman, chunki men azaldan atrat boshlig'i bo'lib boqmag'ach azroq hayajonlanyapman. To'limi xijilman balla. Qaraganda biz ekskursiya qilmaydigan o'xshaymiz. Chunki oltin jangarvisi yo'qolib ketibdi. Undaq emasdi. Oltin jangarvisiga bek intizor bo'lgan. O yo'qolib ketibdi. Biroq muzeyning ishga har kun taqoq. Mayli, u nadili bo'lsin, cho'qim uni tepib kelayli. Uxlash kiyimlik azimatlar atlamayli. So'nggi kirib kechiga qizimiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atrat taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Geri bo'lsa, Men potmuş polvon. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Biz uxlash kiyimlik azimatlar. Biz hiliqi jang mashinasini izlayli. Birodarlar, men atrat boshlig'i. Shunga bu qitimqi vazifaning boshlig'i men, to'g'rimi? Yaxshi amalgan müşk yapılan qiz, sana topshirdim. Boshlig'inglarning gapini obdan anglanglar. Bir ikki aeroplanga oltirayli. Biz moziga berib yupchiz deb baqayli. Jangarusi ovyadgan. Pokiz sirtonlar niqoblang'uchilar. Bu jang mashinasi pog'irab ketsin. Ustida kishilimsh qo'l izining kimning ishkanligiga qarab baqmabdi. Tunda niqoblang'uchi. Yaxshimisizlar uxlash kiyimlik azmatlar? Mening jang arvamni yoqtiramsizlar? O sening emas, o moziga mansib. O albatta meningki. Men dunyodagi eng qoltis niqoblang'uchi. Menda dunyodagi eng qoltis jang arvasi bor. Niqoblang'uchilar, pokiz sirtmagan yabakan. Tez qaytirib-ba. Bo'lmasa seni hargiz bosh qo'yotmaymiz. O, aslanchoq, acaba sen mendan qo'rqmamsan? Meni harviga o'ltirg'izib, bir oylantirib chiqinglar niqoblang'uchilar. Tezroq so'ranglar, ha? Men tezroq so'ranglar dedim-ku, ho'rin qurtlar. Tez so'ranglar. Ha, endi bo'ldi. Ha, endi ishqini orqamga o'tib meni yelpinglar. Harvini so'rdi, nemishqa oslab ketdi. Men sizlarni tezroq so'ranglar dedim, ho'rin ablaqlar. Bu sening nima qilganing? Qaraganda u sening rehberlik usulini yoqtirmaydigan o'xshaydi. Shundaq. Men sendanmi munavvar boshliq bo'la olayman? Biz hamma yerga berib birga o'ynasak nayt kanlik bo'ladi. Nima degan kulkilik? Nima? Qaraganda ularning sana ergashgisi kelmabdi. Bek yaxshi bo'ldi. O, kapsiz niqoblang'uchilar. Men qaytib kelib, jang harvamni yeb ketaman. U joyda sizlar cho'ng ovorchilikqa yo'l qilsizlar. Ular aslida bek o'maqkan, bek qiziqarliqkan. Nayt yaxshi, biroq o'ynashdan burun jang harvasini muzeyning ichiga yoki bexatar yerga yo'tib ketayli. Oh! Bu bek Men so'rayalayman. Darijdan tashqari kuchli qo'lni ish qilsaloy. Agar men niqoblang'uchilarimni so'rajsam, texmi qiziqarliq bo'ladi. Bo'lmasa, men ularni müşk yapılan pistek deb atay. Qandaq? Müşk yapılan pisteklar? Ha? Oh!
qilmoqchi ekan. Mangayli mushuk yaproq pistaklar, yo'lga chiqayli. Atrat boshlig'i bo'lsak payz ekan. Qarama-qaros payzdek turdi. Biroq vazifa tex tamomlanmadi mushuk yaproq qiz. Avval atrat boshlig'i bo'lish hissiyatidan huzurlanib baqay. Butun surat bilan ilgirlanglar. Mushuk yaproq qiz, tunni niqoblanguvchi har vaqt qaytib kelishi mumkin. Bo'ptamisa, mushuk yaproq pistaklar mavzuga borayli. Mushuk yaproq pistaklar to'xtanglar. Sizlar to'xtanglar deb buyruq qilyapman. Kechiringlar, men qasddan qilmadim. Tez bo'l, tunni niqoblanguvchi har vaqt qaytib kelishi mumkin. Biz jang havlusini bexatar yerga yoshirib qo'yishimiz kerak. Sandiqning keyniga yoshirib qo'yaylik. To'xtanglar, men avval qiziqarli bir ishni qilib olay. Mushuk yaproq pistaklar, bunga o'xshash hurmat bildiringlar. Endi atrat boshlig'i hurmat bildiringlar. Unda hurmat bildirmaysizlar, qaytib kelinglar. Men sizlarga men degan atrat boshlig'i dedim-ku, mushuk yaproq pistaklar. 1, 2, 3 boshlandi. Yo'q, to'xta. Men sizlarni tarqalib ketanglar demedim. Hech bo'lmaganda biz tunni niqoblanguvchi paydo bo'lishdan burun jang havlusini yoshirib qo'ygan bo'ldik. Men avval mushuk yaproq pistaklarimni izlab tepib olay. Mushuk yigit tabiat tarixiga qarab baqa. Patmochik polvon san'at texnika yigi bor. Tepib oldim. Shundaq, mukishmak o'ynash, hurmat bildirishdimi qiziqarliq. Biroq mangdigan vaqt bo'lib qoldi. Yo'q, eng yo'qsi cho'qilma. Pistak, biz mangayli. Mushuk yaproq pistak. 1, 2, 3. Nayt yaxshi. Pistaklarning hammasi tepilibdi. Chapsan bo'linglar, biz birlikda naqshay hurmat bildiramiz. Bo'ldi, endi nahkatni qilaman. Sizlardan o'tinay deganim bo'yicha qilinglar. To'xtanglar, jang arvasini demedim. Men arvaning ustida emas. Qaranglar, jang arvasi o'yadi ekan. Lekin niqoblanguvchilar nega ketgandi? Men pistaklar demoqchi edim. Mushuk yaproq pistaklar, darhol to'xtanglar. Anlab turinglar. Boshliq deganman. Uni menga beringlar. Sen buyruq bergan chog'da silliqroq bo'lsang bo'lamdikin. Silliqroq? Biroq mening deganim bo'yicha qilsa bek ko'ngillik bo'ladi, shundaqmi pistaklar? Men sizlarni bek kapsizlik qilyapsizlar demoqchi. Men jang harvamni yeb ketgili keldi. Mushuk yaproq pistaklar, sizlarni uni to'sishga buyurayman. Bu mening. Buni hammasi mening. Biz mangayli niqoblanguvchilar. 3, 2, 1 qo'yib berasan. Sen o yaxshi boshliq bo'lishing o'sha yergacha bo'lsin, hamoqat qo'sh. Onun degani to'g'ri. Mening qilganlarim uninkidan yaxshi bo'lmadi. Endi pistaklarim meni yoqtirmas bo'lib qoldi. Changarosim bo'lib ketildi. Buning hammasi mening xatoligim. Hech qisi yo'q, ular mushuk yaproq pistak bo'lishni o'zlari xohlaydi. Uning ustiga boshda ular tunni niqoblanguvchidan xafa bo'lgan. Shunga ular yana bizga yordam berishi mumkin. Lekin ko'nglimni xush qilish uchun emas, balki bizga yordamlash vazifani o'rinlash uchun. Uxlash kiyimlik azamatlar o'tirib chiqdi. To'xta, tunni niqoblanguvchi. Changarosini qaytirib ber. Mumkin emas. Bu endi mening bo'ldi. Xuddi mushuk niqoblanguvchilarga o'xshash. Ular endi hargiz sening gapingni anglamaydi. Niqoblanguvchilar to'liq xijilman. Sizlardan kechirim so'rayman. Men atrat boshlig'i emas, faqat yordamga muhtoj odam. Sen ta'sirlik hikoya so'zmoqchimi, hamoqat qo'sh. Uni bilan ko'ringlar bo'lmasin. Sizlarning boshlig'inglar men. Nima? Nima ish badi? Biz bak yig'irga emas, hammalar darhol sakranglar. Nimani qo'rqatsizlar? Sizlar degan niqoblanguvchi hech kim bo'lmaydi. Tez sakranglar. Yo'q, ularni sakragizmoqchi ekan. Biz cho'qimlarni qutqizishimiz kerak. Tutib oldik. Yaxshi.
Ehtiyat qilinglar, men aeroplan haydayapman. Bo'ldi, mening niqoblanuvchilarim. Men sizlarga nomaqul bo'lay. Balki men sal qattiq qo'lni qilib qo'ygandiman. Bu yoqqa kelinglar. Hoy, kesanglar-chi. Bu yoqqa kelinglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman, mening niqoblanuvchilarim. Sizlar haqiqatan o'zgarishchan jonivor ekansiz. Amsi shundoq bo'lsin. Biz mo'g'ayli. Xo'sh. Endi biz jang hovlisini muzeyga olib qo'yaylik. Uxlash kiyimiga azmatlar, birga tantana qilaylik. Har bir tundan kechida quzimiz dunyoni. Biz qayta ekskursiya qila oldik. Bek yaxshi bo'ldi. Shundoq. Muallim yana meni atrot boshlig'i bo'lsangiz bo'ladi dedi. Tez bo'linglar, imaning pistaklari. Imaning pistaklari. Chaqchaq qilib qo'ydi.